Короче, rekord buzib tashladim. Eng qimmat narsani sotib olyapman. Mana shu nechta zakaz qilgan bo'lsam, 1240 ta zakaz qilgan bo'lsam, o'shalarning ichida eng qimmat narsasi PS5 Pro sotib olyapman. 749 dollarga. Eng qizig'i, klient menga ko'rsataman hozir 50 dollar tip qo'shgan. Lekin u mana yarim soatga 63 dollar. Klient menga 50 dollar tip qo'shgan. U 50 dollar choychaqa kesilib ketishi mumkin yo berishi ham mumkin, bilmadim. Lekin hozir uni olamiz. PS5 Pro. Eng qimmat zakazim shu bo'lyapti hozirgi kunda. Here you go, sir. Oops, turned off here. Be careful. Gotcha. What's the code? 6570. Okay. Thank you, sir. Have a wonderful day. Yeah. Thank you for good tips. Oh, of course, man. Thank you, sir. Appreciate that. Yeah. Rahmat aytib qo'yayin. Bo'laga onasining 50 dollar deb berdi menga. Gap yo'q. Rahmat, родной. PS5 da o'ynaydi endi. Bolalari bilan. Gap yo'q. Nima yo'q? Gap yo'q.